Svetoforga kelib to'xtasangiz, tormoz bosganingizda mashina o'chib qolyaptimi? Ertalab qizdirib turganingizda gazga o'tishi bilan yana mashinangiz o'chib qolyaptimi? Rasxodingiz katta, lekin mashina yaxshi tortmayaptimi? Men sizga buni aynan sabablarini aytib o'taman. Siz bo'lsa videoni ko'rishda davom etib turing. Men sizga aytib o'tgan bu muammolarning asosiy sababchisi bu klapan, ya'ni klapanning qisib qolishi. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 3 xil avtomobillarda bu klapan qisib qolish muammosi ko'p uchraydi. Aynan siz avtomobilingiz gazga yurasizmi, propanga yurasizmi, buni hech qanday zarari yo'q. Lekin har 10 ming, 15 ming kilometrda klapanni bo'shatib turishni maslahat beraman. Lekin Best Matiz avtomobillarida bu kilometr 20 mingdan 30 minggacha cho'zilishi mumkin. Aynan siz avtomobilingizda klapan qachon tortilgan va sizning avtomobilingizda nima muammo bo'layotib turganini kommentariyaga yozib qoldiring. Shu haqda aniq kontent video qilib chiqarib, sizga manfaatli bo'lishi uchun harakat qilamiz. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta profilga obuna bo'lib qo'ying va bitta like bosishni ham unutmang.